Video boshlanmasdan oldin kanalga obuna bosib qo'yinglar. Chunki biz tezroq 5000 ta bo'lishimiz kerak. Yo'q, hammaga salom bo'lasizlar bilan men Neker va bugungi mehmonimiz bizni Artifact. Hammaga salom do'stlar, men Artifactman, Artifact YouTube kanalining egasi. Bugun men intervyu beraman. Qulayroq o'rnashib oling, kanalga obuna bo'ling. Xullas hammasini o'zingizlar bilasizlar. Da, biz hozir birinchi savolni boshlaymiz. Siz YouTube'ga qanaqa kirib kelgansiz Artifact? YouTube'ga unchalik ham g'alati emas. Shunchaki do'stlar birgalikda bir YouTube'da biror nima qilib ko'rgimiz kelgan, qilib ko'rganmiz. Mana shu yergacha keldik. O'zi menimcha taxminan 2021-yillarmidi? Bu birinchi YouTube kanal emas umuman. Xo'p, bizda ikkinchi savol. YouTube'da birinchi nickingiz nima bo'lgan? Ya'ni birinchi kirib kelganingizda. Xo'sh, birinchi nick menimcha ismim bo'lgan shekilli. Nick degan narsa bo'lmagan, kanal nomi bo'lgan biz. Unchalik ham Hasan bo'lgan oddiy. Shunaqa deyish mumkin. Uchinchi savol. Hozircha qanaqasiga 2-3 yilda 1 million obunachi yig'dingiz? Ya'ni birdaniga bo'lib ketdi-da, ya'ni rosa tez ko'tarilib ketdi. Shunga nima deysiz? Buni eng muhim sababi deb menimcha bu shunchaki harakat taslim bo'lmaslik. Men ham doim mana bu yerda kompyuter oldida o'tirib, umuman prosmotr qilmayotgan videolarga qarab, hammasini shunchaki tashlab yuborgim kelardi, lekin ichimda bir nima, yo'q, taslim bo'lma, boshqalarga o'xshagan nimaga senda o'xshamaydi derdi. Nima taslim bo'lmasi kerak, sifatga katta e'tibor berish kerak. Taslim bo'lmasdan sifatsiz video chiqarsangiz ham yemaydi, sifatli video chiqarib bittada taslim bo'lib yuborsangiz ham ish bo'lmaydi. Shuning uchun ikkalasini ham zo'r qilish kerak, shunda albatta sizda o'xshaydi. Xo'p, bizda 4-savol. Siz hozir nimada idea olasiz yoki nimada motivatsiya olasiz? Men eng ko'p motivatsiya menimcha shu blogerlardan boshqa, masalan, rus blogerlar, o'zbek blogerlar, ular oshyapti, ular harakat qilyapti, ular qila olyapti. Nimaga men qila olmayman degan motivatsiya bilan. Xo'p, bizda 5-savol. Artifact niki qayerdan kelib chiqqan? Ya'ni shu nikingiz qayerdan kelib chiqqan? Artifact nikini do'stim taklif qilgan, Shohrux. U ikkinchi kanalda chiqadi, menimcha uni ko'p odamlar taniydi. O'shandan chiqqan bu nik. Tortib olganman desam ham bo'ladi. Bizda 6-savol. Aynan nega Minecraft yo'nalishini tanlagansiz? Umuman olganda buni o'ylab ham ko'rmaganman. Shunchaki Minecraftda men shunchaki Minecraftni boshlaganman, boshqa tanlovlarni o'ylab ham ko'rmaganmiz. Ya'ni o'sha tanlovlarni qilish bormi yana shu nimada? Minecraftdan boshqa. Yana bir ikkita kanal ochib, hayotga bog'liq videolarni ham olib bo'ladi-ku. Qandaydir MrBeast stili bor-ku. Odamlar o'zlarini qilib, eksperimentlar qilib, masalan, har xil yuz bilan video olib, shunaqalar narsalar qilishni xohlardim. Balki qilarman ham. Endi bizda 7-savol. Ya'ni YouTube'dan pul topganmisiz? Endi mana shu YouTube'dan daromad qilganmisiz? Endi topamiz. O'zbekistonda YouTube'dan pul topish qiyin masala. Monetizatsiya o'chgan, buni hamma biladi. Menimcha oldin yo'nmagan ham. Shuning uchun YouTube'dan monetizatsiyani o'zidan pul topish bu qiyin masala. Lekin boshqa reklamalardan olib shunaqa qilsangiz pul topsa bo'ladi. Men bitta videoyimda aytgandim. O'rtacha 80-100 dollarlar atrofida oyda. Ba'zida ko'p, ba'zida kam. Yaxshi. Bo'ladi boshlanishiga. Yana boshqa reklamalar olib, boshqa anavlardan olsa agar ko'proq ishlasa bo'ladi. YouTube'da bemalol ko'p pul ishlasa bo'ladi. Xohish kerak, vaqt kerak. Hozir obunachilar oshgan sari reklama beruvchilar ham oshadi. Sizni ko'proq odamlar biladi. Shunaqa. Xo'p, bizda 8-savol. Sizda hozircha maqsad bormi yoki hayotdami yoki YouTube'dami qanaqa maqsadingiz bormi? YouTube'dagi eng katta maqsadim menimcha shu 10 millionga erishish. Agar bilsangiz, meni kanalimda bir bor o'g'irlashgandi. Bizni kanalimizda Husan bilan. O'shanda bizni kanalimizning paroli bo'ladi-ku, o'sha parol hozir kanalda aktiv emas, tekshirib ko'rmasanglar ham bo'ladi, lekin o'sha parol bunaqa edi. Unda 10 million so'zi bor edi. To'liq parol emas, lekin bir chekkasida 10 million bor edi. Har safar men parolni yozganimda o'zimning maqsadimni ko'rardim. Shu ham motivatsiya bo'ladi. Buni ko'radigan joylarga qo'yish kerak-da. Masalan, kompyuteringizda fonida qanaqadir bir bolalar turish kerak emas-da, birorta motivatsiya beradigan narsa bo'lishi kerak. Keyingi videoga harakat qiladigan. Shunaqa edi. 10 million maqsad menimcha. Hozircha 10 milliondan keyin yana boshqa maqsad qo'yishim ham mumkin, lekin hali ungacha ko'p, shuning uchun bu haqda o'ylab o'tirmaymiz. Xo'p, bizda 9-savol. Sizda eng ko'p mehnat qilgan videoyingiz yoki eng ko'p harakat qilgan videoyingiz va eng ko'p vaqt sarflagan videoyingiz qaysi?
Xo'sh, hamma videolarga men yaxshigina ko'p vaqt sarflayman, lekin menimcha oxirgi olgan videoyimga men yaxshigina ko'p vaqt sarfladik. Husan va men juda ko'p vaqt sarfladik. Buning sababi ko'p. Ana yuklagan data pakimiz yomon ishlar ekan. U o'yin qotdi, bir necha bor o'tvordi, u qaytib kirish kerak. Shunaqalarni deb cho'zilib ketishlar bo'ldi. Xo'p, 10-savolga keldik. Qachon YouTubedan ketmoqchisiz? Umuman olganda men YouTubedan qachon ketmoqchiman? Men umuman YouTubedan ketish niyatim yo'q. Men YouTubeda qolib, xuddi boshqa ko'p blogerlarga o'xshab, balki biznes qilishim mumkin. Men faqat YouTubeda o'zidan pul topish emas, men biznes qilib, shu biznesimni bemalol YouTube orqali reklama qilishim mumkin, yoki YouTube bilan boshqa ishni ham bemalol olib ketishim mumkin. Shu xullas men umuman YouTubeni to'xtatish niyatim yo'q. YouTubedan umuman ketish niyatim yo'q hozircha. Bunga hech qanday sabab ham yo'q. Ketmasam ham kerak. Da yaxshi-da, xudo xolasa, hozircha bizni 10 ta savolimiz ham tugadi. Hozircha bitta tilak qilib bersangiz, artefakt videoni ham sekin-sekin tugataversak ham bo'laveradi. Xo'sh, taslim bo'lmanglar. Hech qachon taslim bo'lmanglar. Hozir sizlarda prosmotr yig'mayotgan, ko'rishlar bo'lmayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu taslim bo'lish uchun sabab emas. Hech kimda bittada bo'lmaydi. Masalan, MrBeast'da 250 milliondan oshiq obunachi bor. Kanalga kirib, eski videolarni ko'rsanglar, birinchi videosi 15 FPS, Minecraft, yana Bandicam degan katta yozuv o'tiribdi, lekin u necha yil deganda shuncha narsalarga erishdi. Bunga shunchaki vaqt, xohish, istak kerak va hamma narsaga erishish mumkin. Rahmat artefakt videoga qatnashgani uchun sizga albatta kattakon rahmat. Hop, mana bolalar hozircha videomiz ham tugagan, artefaktdan ham savollarni olib oldik. Ya'ni endi esa shu videoga like bosib, kanalga ham albatta obuna bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar bolalar. Xullas keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.